Bu kosaga qarasangiz shisha yashil ko'rinadi. Ichidan chiroq yoqsangiz u birdan qip-qizil yonib ketadi. Eng hayratli tomoni bu fokus emas, bo'yoq ham emas. Bu sirni rimliklar qariyb 1600 yil oldin shishaning ichiga yashirib qo'ygan. Bu noyob kosa Britaniya muzeyiga 1958-yilda kelgan. Muzey uni Viktor Rotshilddan katta pulga sotib olgani ham qayd etiladi. Shundan keyin u ommaga keng ko'rsatiladigan eng mashhur qadimiy shishalardan biriga aylangan. Demak, bu buyum nafaqat qadimiy, balki bugun ham juda qimmatli. Mutaxassislar kosani odatda milodiy 4-asrga mansub deb ko'rsatadi. Bu davrda bunday shisha oddiy odamda bo'lmagan. Boylar bazmida ko'rinadigan lyuks buyum bo'lgan. Eng qiziq joyi, bu rang almashuvchi shishadan to'liq saqlangan Rim namunasi deyarli yagona. Shuning uchun u tarixchilar uchun ham, kimyogarlar uchun ham topilma. Bu kosa qafasli shisha turiga kiradi. Tashqarida shishadan yasalgan to'rga o'xshash naqsh bor. Bu naqsh keyin yopishtirilmagan, shishaning o'zidan o'yib chiqarilgan. Xato qilsangiz, hammasi chilparchin bo'ladi. Shuning uchun bunday kosalar juda kam saqlangan. Kosadagi sahna oddiy bezak emas. U afsonaviy shoh Likurgning jazolanishini ko'rsatadi. Rivoyatda tok shohlari shohni chirmab tashlaydi. Yonida esa sharob xudosi Dionisning izdoshlariga o'xshash obrazlar turadi. Tok va uzum tasviri bejiz emas. Bu kosa bazm, ichimlik va marosim muhitiga juda mos. Ya'ni rang almashishi ham, rasm ham tomoshabinni hayratga solish uchun qo'shilgan bo'lishi mumkin. Muhim qoida: tashqaridan nur tushsa yashil, nur ichidan o'tsa qizil. Demak, shisha rangini almashtirmaydi. Nur qanday o'tayotganiga qarab ko'zimizga boshqacha ko'rinadi. Shu sabab kosani qo'lda aylantirsangiz, u tirikdek tus beradi. Olimlar shishaning ichida juda mayda metall zarralar borligini aniqlagan. Ular asosan oltin va kumush aralashmasiga bog'liq bo'lib, ko'z bilan ko'rinmaydi. Shu ko'rinmas aralashma nurni ushlab qoladi va qaytaradi. Natijada kosa turli yoritishda ikki xil rang beradi. Bu zarralar juda kichik. Ilmiy ishlarda ularning o'lchami taxminan 50-100 nanometr atrofida ekani aytiladi. Soch tolasi qalinligini tasavvur qiling. Uning yonida bu zarra chang ham emas, undan ham mayda. Shuning uchun oddiy ko'z ham, oddiy mikroskop ham buni ko'ra olmaydi. Sirning ko'rinmas bo'lib qolish sababi ham shu. Kosani o'rganish bo'yicha Britaniya muzeyi materiallarida va ilmiy maqolalarda turli tahlillar tilga olinadi. Avval kimyoviy tekshiruvlar o'tkazilgan, keyin esa yanada kuchli uskunalar bilan zarralar borligi isbotlangan. Bu yerda eng qiziq narsa, kosa asrlar davomida sehrli deyilgan. Ilm esa uning mexanizmini keyinroq tushuntirib bergan. Ya'ni mo'jiza emas, juda nozik hunar va tabiat qonuni. Oddiy misol, oynaga parda tutsangiz, nur boshqacha ko'rinadi. Shu kosada ham parda vazifasini metall zarralar bajaradi. Ular nurning ayrim qismini yutadi, ayrimini sochadi. Shuning uchun tashqaridan qaraganda bir rang kuchliroq, ichidan yoritganda esa boshqa rang kuchliroq chiqadi. Bu nurning yo'li va shishadagi zarralarning ishlashi bilan bog'liq. Eng katta savol shu: Rim ustalari buni ataylab qilganmi? Ba'zi izohlarda bu holat tasodifiy aralashmadan chiqqani, keyin esa ustalar uni takrorlashga uringani aytiladi. Chunki oltin va kumush juda oz miqdorda bo'lsa ham natija kuchli chiqadi. Demak, ular formula bilmagan bo'lishi mumkin, lekin tajriba bilan natijani ushlab qolgan bo'lishi ehtimol. Bunday shisha ikki marta qiyin. Birinchisi rang beradigan aralashmani topish. Ikkinchisi qafasli naqshni shishaning o'zidan o'yib chiqarish. Shuning uchun ko'pchiligi sinib ketgan yoki parchalanib yo'qolgan. Manbalarda Likurg kosasi rang almashuvchi Rim shishasining eng to'liq va eng ta'sirli saqlangan namunasi ekani ta'kidlanadi.
Shu yolg'izlik ham uni afsonaga aylantiradi. Kosaning yuqori qismi va tagidagi metal bezaklar keyinroq qo'shilgan deb ko'rsatiladi. Bu ko'pincha ikki sababga xizmat qiladi. Shishani himoya qilish va idishni qimmat buyum sifatida bezash. Demak, biz ko'rayotgan kosa bir davrning emas, bir nechta davr izlari qo'shilgan buyum. Bu ham uning tarixini yanada qiziq qiladi. Likur kosasidagi effekt bugun ham olimlarni qiziqtiradi. Chunki ikki rangli materiallar zamonaviy texnikada ishlatiladi. Masalan, maxsus bo'yoqlar, xavfsizlik belgilari, ayrim kompozit materiallar shunga o'xshash g'oyadan foydalanadi. Ilmiy maqolalarda ham likur kosasi aynan metal zarralar sabab rang almashishini aniq misol sifatida keltiriladi. Qadimgi buyum bugungi texnologiyaga ham g'oya berayotgani eng katta hayrat. Biz rang nega almashishini tushuntira oldik. Shishaning ichida ko'rinmas metal zarralar ishlaydi. Lekin eng qiziq savol ochiq qoladi. Rim ustasi buni ataylab qilganmi yoki tasodifni ustalikka aylantirganmi? Shu savol sabab likur kosasi hanuz sirli buyum bo'lib turibdi. Qo'shimcha materiallar va kengaytirilgan izohlar faqat Telegram kanalimizda.